Wow. Wow. Va nihoyat Toshkentda kechqurun ham ishlaydigan tandir somsa topdim. 5 yildan beri xaridorlarni mana shunaqa zo'r somsalar bilan xursand qilishar ekan va nihoyat Instagramga ham yurg'izishga qaror qilishibdi. Xo'sh, yeb ko'ramiz, bismillah. Wow, somsa. Rosa необычный somsa ekan. Somsaning ichida kontrvirskali go'sht ekan. Og'izda erir ekan va eng muhimi jig'ildonni qaynatmir ekan. Va aynan shu narsa somsalarni asobiy quvvatdi. Agar rostdan ham somsalarni fanati bo'lsanglar, Ramazonda setlarni ham yo'lga qo'yishayotgan ekan. Set qilib, chiroyli qilib iftorliklarga jo'natib berishadi. O'zimizning milliy taomlardan qo'ymasin, o'zimizning milliy ovqatlarimiz doim yaxshi. Bu videoga bitta like bosib qo'yinglar va somsa sevadigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar videoni. Buyurtma bermoqchi bo'lsanglar, ularning profilini va raqamlarini pastda qoldiraman.